تلویزیون وطن د سولې ملي یووالي او پرمختګ په لور وطن رادیو تلویزیون تقدیم می‌کند. o'zbekcha Somon yo'li dasturi dastur boshqaruvchisi Najiba Yo'l. Tengri Taala bilan tarixingdir ming asrlar ijra pinhon o'zbegim. Senga tengdosh pomiru oqsochyon shon o'zbegim. So'ylasin Afrosiyobu so'ylasin O'rxon xate. Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Assalomu alaykum Vatan radio televizyoni o'zbekcha Somon yo'li dasturi ko'ruvchilar. Bugun tarix 10 jun 2026 milodiy yili. Men Najiba Ziyoyman. Siz dasturimizni live jonli Vatan radio televizyonida tomosha qilyapsizlar. Albatta o'zbekcha Somon yo'li dasturi Afg'oniston turklarining bilimdon, yozuvchi, shoir va madaniyatsevar shaxsiyatlarini chaqiramiz. Mana bugun ham ustodlarimizdan Muhanyor doktor Izzatullo Zaki Dehqon o'g'li janoblarini barnomaga chaqirganmiz. Siz aziz ko'ruvchilarning so'roqlaringiz bo'lsa, bizlarga yoza olasizlar. Men ustoddan so'rayman. Salom va durud xidmati shuma بینندگان aziz. امروز تاریخ 10 جون 2026 میلادی است. من نجیب زیویی هستم. شما بیننده برنامه ازبکی سامان یول دستوری از طریق رادیو تلویزیون وطن هستید که زنده نشر می‌گردد. در هر برنامه یکی از شخصیت‌های علمی و فرهنگی ترکان افغانستان را دعوت می‌نماییم. در برنامه امروز نیز افتخار دارم میزبان یکی از چهره‌های فرهنگی و ادبی از ترکان افغانستان پوهنیار عزت‌الله زکی دهقان اوغلی هستم. شاعر، نویسنده و پژوهشگر که سالها در عرصه علم و ادب فعالیت داشته و آثار ارزشمندی را به جامعه فرهنگی کشور تقدیم کرده است. آثار و فعالیت‌های علمی و ادبیشان نه تنها بازتاب دهنده هویت فرهنگی و تاریخی مردم ماست، بلکه پل میان دانش، هنر و ارزش‌های انسانی به شمار می‌رود. امیدوارم گفتگوی امروز برای مخاطبان ما پربار و الهام بخش باشد. از همکار تکنیکی ما خواهشمندم استاد را در استودیو وصل نمایند. Hurmatli ustod, o'zbekcha Somon yo'li dasturiga da'vatimizni qabul qilib qatnashganingiz uchun minnatdorman. Xush kelibsiz. Ko'p katta rahmat, hurmatli ustodim. Sizga va barcha televizion ko'ruvchilariga salom va qizg'in hurmatlarimni taqdim qilaman. Rahmat. Alaykum salom. Xush kelibsiz qaytadan. Albatta o'zimda so'roqlarim bor va hamda ko'ruvchilardan kelgan so'roqlar bor. Sizga so'rab olaman. Undan oldin so'roqlarga o'tmadan oldin hurmatli ustod, men sizni taniyman. Agar o'zingizni qisqagina ko'ruvchilarga tanishtirsangiz eshitamiz sizdan. Buyuring. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmon va Rahim bo'lgan ulug' Tengri Taolo oti bilan assalomu alaykum qaytadan. Men Izzatulloh Zaki Dehqon o'g'li bo'laman. Afg'onistonning Turkiston mintaqasidan Foryob viloyati Xo'ja Muso tumani va Korizqala Yangixala qishlog'ida yetishib o'sgan bir inson sifatida lisa o'qishimda 2007 yiligacha Afg'onistonda olib borganman. 2007dan beri Turkiya Cumhuriyati davlatida ham o'qib va ham vazifa ijro qilib turganman. 2007 yilida Turkiya Diyonat Vaqfi bursli o'quvchi sifatida Qonyaga kelgan edim. 2007-2008 yillar orasida turk tilini o'qib, 2008 va 2012 yillar orasida Qonyada ilohiyot fakultetasini xalos qilganman. Uning yonida xalqaro munosabatlar va idora-i ommadan ham lisans va masterligimni olganman. 2014 yilida islom tarixi bo'yicha va 2018 yilda yana ham islom tarixi bo'yicha masterlik va doktoramni qo'lga olganman. G'aznali Mahmudning diniy siyosati haqida doktorat taxassusimni
ijro qilganman. 2020 fevral oylariga Turkiyada doçentlik va puhanvonlik imtihonlariga hozirlanib, shu ilmiy rutbaga noil bo'lganman. Ana endi qaraganda biz november 2025 yilida professorlik shartlarini hozir va omoda qilib, hozirgi paytlarda Turkiyani Burdur Mehmet Akif Ersoy Oliy bilim yurti va ilohiyot fakültesi islom tarixi bo'yicha tadqiqot qilib va dars berib turganman va hozirgi paytda ham siz bilan bir programda uchrashganim uchun o'zimni ko'p baxtiyor his qilaman va mana shu qisqagina hayotimni taqdim qildim sizga va ko'ruvchilarga. Ko'pdan ko'p tashakkurlar. Albatta qilgan faoliyatlaringiz bilan sizni olqishlayman va faxrlanamiz sizdek kadrlarimizga. Inshaalloh yaqin paytda professorlik martabasiga ham erishasiz. Va bundan ham xursandmanki, maslakdosh ekanmiz. Men ham Diyonat vaqti o'ranjilaridanman. Mashallah, qancha yaxshi. Men ham Turkiyaga o'qidim, albatta o'rga doktoramdan o'rga xalos qildim. Bu yerdan albatta Turkiya davlatiga va Turkiya Diyonat vaqtiga ham tashakkurlarimizni bildiramiz. Hurmatli ustod, endi o'zimda va ko'ruvchilardan kelgan so'roqlarni albatta navbat bilan sizga so'ramoq istayman. Afg'oniston va Xuroson tarixi bo'yicha yozgan tadqiqotlaringizda sizni eng ko'p ta'sirlantirgan birinchi manbalar yoki arxivlar nimalar bo'lgandir, bu haqda aytib bersangiz? Afg'oniston tarixiga qaraganimizda bilasiz, dastlabki va mutaqaddim paytlarda biz bu jo'grafiyani Turkiston va Xorason deb atanadi. Bu shaklda bilinib kelgan. İslam tarixi bo'yicha qaraganimizda biz Hazrati Usmon radhiyallohu anhu paytida Afg'oniston islomiyat bilan musharraf bo'lgan va Turkiston, Buxoro mintaqalari ayni shaklda islomiyatni musharraf bo'lib kelgan. Biz ko'proq islom tarixiga qaraganimizda farqli manbalarni ko'ramizki, bu manbalar siyar va mag'ozi kitoblari deymizki, Ibn Ishoq, Ibn Hishom, Voqidi, Ibn Said Nos, Zahabiyni tarixlarini ko'ramiz. Ya'ni endi Afg'oniston va Turkiston bo'yicha qaraganimizda alal xusus G'aznaviylar paytida biz Abduljabbor al-Utbiyning Tarixi Utbiy adlı bir asarni ko'ramizki, uni Sulton Mahmudni paytlarida hozirlangan bir kitob. Bu Sulton Mahmud G'aznaviyni o'sha Yaminul Davla, Aminul Milla laqabi, davlatni o'ng qo'li, rost qo'li, millatning sig'inog'i, millatni panogohi anlamga kelgan laqabidan Tarixi Yamini ham deydi. Bu tarix bizlar uchun ko'p katta ahamiyatli bir tarix. Yine bunun yanında biz Abdulhay Gardizini kitobini ko'ramizki, Tarixi Gardizi veya Zaynul Axbor deb o'tadi. Bu ham farsda qo'lga olingan, qalamga olingan. Yine G'aznaviylar va Saljuqiylar paytiga qaraganimizda biz buralarda Tarixi Bayhaqini ko'ramiz. Ya'ni Muhammad Ali Bayhaqi tomonidan olingan. Burada G'aznaviylar va Saljuqlar haqida eng keng va Afg'oniston haqida eng keng ma'lumotni bizga beradi. Undan sonraki paytlarda biz yine ham Tarixi Nishoburni ko'ramiz. Undan sonraki paytlarga qaraganimizda Xorazm shohlar, Mo'g'ullar paytida aynı şekilde yine Timurlar paytiga qaraganimizda Timurni zafarnomalarini yozgan Nizomiddin Shomini ko'ramizki, zafarnoma yozgan. Sharofattin Ali Yazdini ko'ramizki, u ham bir zafarnoma qo'lga olgan. Yine Hofiz Ebru qaraymizki, bu Zubtatut Tavarix adlı asarini şu Timurlilar va Afg'oniston tarixi haqida olgan. Bu tarixchilar Timurlilar paytini qo'lga olganlar. Undan sonra yine qaraganimizda Boburlilar paytiga Boburnoma o'zi ham bir adabiyot, ham bir tarix kitobi. Alisher Navoiyning
tarixi Anbiyo va Xulofo adlı asarini ko'ramiz. Yine Alisher Navoiyning Tarixi Mulki Ajam adlı kitabını ko'ramiz. Biz Alisher Navoiyning she'rlarida qaraganimizda yine Herat mantiqasida yashagan Mavlana Lutfi Heravining divanini qaraganimizda bir tarix kitobi, bir she'r kitobi, u davlatning o'sha paytdagi ilm, kultur, san'at haqida bizga yaxshi aniq ma'lumotlar bergan. 18-19-yüzyıllarga qaraganimizda yine ham bizlar o'zimizni Sufi Allayor, Boborahim Mashrabning asarlarini ko'ramiz. Va undan ilgarigi paytlarda eng qadimiy kitoblar Qutatki Bilikni ko'ramiz, Yusuf Xos Hojibning asari, yine Ahmad Yuknagining tomonidan olgan kitobni ko'ramiz, Devonul Lug'atayni ko'ramiz, Muhokimatul Lug'atayni ko'ramiz. Bu oxirgi paytlarda yine Boborahim Mashrabning devonini ko'ramiz, Sufi Allayorni ko'ramiz va yine eng son Afg'oniston va Güney Turkistonning shoirlari, adiblari, adabiyotchilarining she'rlarida Turkiston tarixi, Turk tarixi, Alisher Navoiy, Bobur Shoh, Timur, Turklik, O'zbek, Turkman adabiyoti faoliyatlarini bir şekilde biz alal xusus milodiy 1000 yillardan to milodiy 21-asrgacha ham bir silsila yaxshi bir tarixni davom etganiga shohid bo'lamizki, hozirgi paytlarda ham bizni hozirgi muasir tarixchilarimiz, shoirlarimiz, adabiyotchilarimiz tomonidan ko'p katta qidiruvlar, tahqiqlar qo'lga olingan, kitoblar, devonlar yozilgan. Bular bizlar uchun ko'p katta manbalar deb aytaman, qisqacha sizga taqdim qilayim. Kattakon rahmat janob doktor Seb. Haqiqatan turli madaniyat va ilmiy muhitlarda bo'lish insonning dunyo qarashini boylatadi. Afg'oniston hokimiyat muborazasi va unga o'xshash asarlaringizda tarixiy rivoyat bilan tafsir o'rtasidagi tavozunni qanday saqladingiz, hurmatli ustod? Endi Afg'onistonda hokimiyat kurashi va yo hokimiyat mujodalasi degan meni kitobim bu asosan siyosat bilimi omma idora bo'limida masterlik tezim edi. 1973 so'ngrasi Afg'onistonda siyosiy hizblar va Junbish hizbi degan bir masterlik monografi, masterlik risolam ediki, men buni 2019 yilida kitob holiga keltirdim. Buni ilk paytlarda, ilk bo'limlarida Afg'onistonga İngilizler, ondan sonra Ruslar, sonra Amerikalıların urushlarini qo'lga olganman ve oxirgi bo'limlarda ham bu Afg'oniston hokimiyat mujodalasida Afg'oniston turklarining roli muhim bo'lganini urg'ulab turganman. Ana endi buradagi asosan ilmiy bir tahqiq bo'lgani uchun ko'proq hissiy fikrlardan ilgari ketirib biz Afg'oniston tarixini 1842dan e'tiboran İngilizlarni urushi, 1919da Afg'onistonning mustaqil bo'lishi va bu mustaqil bo'lishda alal xusus Qunduz xonligiga, Toshqo'rg'on xonligi, Maymana xonligini ham Do'st Mamatxonni, Amir Abdurahmon xonni yonida yer olib urushganini ko'ramiz. Yani burada Afg'oniston turklarini, Turkiston mantiqasini ahamiyatini o'rtaga qo'yamiz. Yine 1973da Afg'onistonda bir inqilob bo'lgan, to'ntaruv bo'lgan. Bu inqilob nima? Podshohlikning yeriga jumhuriyat qurilgan. Bu jumhuriyat Muhammad Davudxon tomonidan bu o'sha paytdagi sotsialist Rusiya, Sovet Cumhuriyatlari birligi tomonidan himoya bo'lib 1973'te başlayan bu Rusya'nın müdahalası 1979'da Rusya'nın işgali bilan natija topgan. Ve bu 10 yıl sürgen savaş, bu 10 yıl ichiga ki Afg'oniston turklarini ham, Afg'onistondagi boshqa millatlarni ham bu jihad paytida asosan rollari bo'lganini ko'rganmiz. Ve yine hem 1992'den sonra Afg'oniston Türklerinin siyasi sohaga chiqqanlarini,
hizblar qurilganini, undan ilgari Mujohidin Ittihod Safot Shamol Afg'oniston Ozodbek Karimiy tomonidan qurilgan. 1992 da yine Afg'oniston Milliy Islomiy Junbush hizbi Marshal Abdurashid tomonidan qurilgan va undan sonraki paytlarga o'rda oliy bilim yurtlari ochilgan. Undan qizlar, erkaklar hammaginasi Balx, Juzjon, Faryob, Saripul, Taxor buralarda ilm tahsil qilganlar. Bu ichki urushlar paytida ham Afg'oniston turklarini rollarini qo'lga olganmiz. Uni tashqarisiga 7li 8li hizblar bo'ladi. Bu 7li 8li hizblarki ruslarni qarshiga urush edi. Bu Jamiyati Islomiy, Hizbi Islomiy bo'lsin, undan Vahdat Islomiy bo'lsin, Hazara qavmlar, bularni hammasini betarafona qo'lga olganmiz. Va oxirgi paytlarda yine Afg'oniston turklarining ichidagi Hizb Ozodiy Afg'oniston Abdulmalik Xon tomonidan olingan va undan sonra yana bir hizb milliy yangi junbush deb qurilgan, uni ham olganman. Buni ichida shundayki Afg'oniston turklari bo'lsin, Afg'oniston tashqaridagi Pashtun qavmlarimiz bo'lsin, Hazoralar, O'zbeklar, Tojiklar, Turkmanlar har birini bu kitobning ichida o'zini ko'rishi mumkin deyman qisqacha. To'g'ri. Sizni tabriklayman. Albattaki avval tarixiy haqiqat va manbalarni ko'rsatib, so'ng ilmiy ma'yorlar asosida ularni tahlil va tafsir qilish to'g'ri bir yo'l. Hurmatli ustod, Xuroson va Saljuqiy davrasi bo'yicha tadqiqotingizda bugungi O'rta Osiyo kimlik bahslariga qanday ilmiy hissa qo'shganini planlagansiz? Bilamizki, biz birinchi marhalada Xurosonga yuborilgan valilarni bahs qilganmizki, bu Xulafoi Roshidin paytidan Hazrati Abubakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmon va Hazrati Ali paytlarida kelgan valilar bor. Bular o'sha Basra, Kufa, Xuroson valilari bo'lgan. Ya'ni bu mantiqa bo'lgan, bir vali bo'lgan. Undan sonraki paytlarda biz Xurosonda hokimiyat mujodalasi adlı kitobimizga Xurosonda Nishoburda biz burada bir davlat, bir beylik qurilganki, burada Nishoburga qurilgan beyliklardan bahs qilganmiz. O'shandaki biz undan sonraki Safforilardan bahs qilganmiz, Simjurilardan bahs qildik. Undan sonra G'aznaviylardan, Somonilardan qo'lga olganmizki, bu G'aznaviylar, Somonilar paytida G'aznalilarni o'zlari bir mustaqil bir davlat bo'lib Xurosonda hokim bo'lgan, G'azna markazli bir davlatni qo'lga olganlar. Va G'aznaviylar paytidan sonra Saljuqiylarni ko'ramizki, G'aznali Mahmud to'proqlariga olgan. Faqat bir necha muddat sonra bu O'g'uzlar, Turkmanlar ki Saljuqiylarni asosan tashkil beradi. G'aznali Mahmudni to'prog'iga tahdid ko'rilgani uchun G'aznali Mahmud tomonidan chiqarilgan. Faqat G'aznali Mahmuddan sonra o'g'li Sulton Mas'ud taxtga o'tish uchun, yuksalish uchun bu Turkmanlarni, O'g'uzlarni himoyasini qo'lga olgan, himoyasini qo'lga olib davlatcha yerlashtirgan. Bu davlatcha kirgan O'g'uzlarni yoniga qaraganimizda bu Saljuqiylar ki Do'qoqning o'g'li Saljuq, Saljuqning o'g'li Mikoil, Mikoilning o'g'li ko'ramizki Chag'ribey ve To'g'ribey, bular davlatlarni 1040 Dandanaqon urushi bilan Xurosonda Saljuqi davlatini quradilarki, bu buyuk ulug' Saljuqli davlat deymiz. Bu ulug' Saljuqli davlati Xurosonda qurilib, G'aznaviylarni o'rtadan ko'tarmaydilar. Birdaniga g'arb tomoniga harakat qilib, Eronga keladilar. Eronda Kirmon Saljuqlilari, Suriyada Suriya Saljuqlilari, Iroqda Iroq Selçuklari ve Türkiye'ye kelganda Türkiye Selçuklu devleti. Yani Anadolu Selçuklu devletini kurarlar ki Anadolu Selçuklu devleti 1243 yılıya kadar bu qaraganimizda urush davom qiladi. 1243 yilida Mo'g'ullar Anadoluga hokim bo'ladi va burga Ko'chadog' savashi urushi bilan bu paytda Anadolu'da beylikler payti, xonadonlar payti boshlaydi ki 1299 gacha ki 1300 yilda Usmonoğulları hokimiyatni qo'lga oladi va 1922 yilgacha Usmonli xilofati davom qilgan.
1923da Turkiya Cumhuriyati mana shu davlatni silsilani davomi bo'lib kelgan. Biz o'shandagi ilohiyot fakultetida mana shu ham bir TÜBİTAK projesi murojaat qildik, qabul bo'ldi. TÜBİTAK projemizni mavzusi shu edi. Selçukludan Osmonliga davlat tavorusi va jumhuriyatga ta'sirlari degan bir proje qildiki, bu ilohiyot fakültesi ulum ijtimoiy qismidan TÜBİTAK ki Turkiyaning eng bilim markazi, bilasizki, katta muvassaq bir markaz tomonidan bir projemiz ham qabul bo'ldi. Ana endi qisqacha biz G'aznaviylar, Saljuqiylar, Usmonlilar Turkiya Cumhuriyatini keltirib vasıl qilganmiz. Kattakon rahmat. Muvaffaq bo'ling albatta qilgan faoliyatlaringiz bilan. O'tmish anglayish bu kungi kimlik va madaniyat masalalarini ham yuritishga yordam beradi deb tushunaman. Albatta tarixiy meroslarini ilmiy yo'ndan O'rta Osiyoda mushtarak kimlik shuurini mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Hurmatli ustod, Amir Temur va Saljuqiy davrasi haqida yozganingizda tarixiy shaxsiyatlarni faqat siyosiy rahbar sifatidami yoki madaniy va tamaddun omil sifatidami ko'rasiz? Bu borada aytib bersangiz. Xo'p, yaxshi bir so'roq ilgari olib bordingizki, biz tarixchilar ancha ham qaraganimizda ko'proq siyosiy tarixni ichiga bo'g'ilib qolganmiz. Ya'ni siyosiy tarix bilan boshqa qolganmizki, madaniyat tarixini ko'p keyinga qo'yganmiz. Men hozirgi paytlarda ham G'azali Mahmudni diniy siyosatni qo'lga olganimda aslida ham siyosiy tarixini ham madaniyat tarixini oldim. Yana Saljuqlarga qaraganda Saljuqlarni Saljuqli sultonlarining liderlik, rahbarlik vasiflarini qo'lga olamiz. Biz burada ularni ham siyosiy tarixini, ya'ni biz burada To'g'rul Beydan, Alparslandan, Malik Shohdan, undan Malik Shohning 3 avlodi Barkiyorug', Muhammad Topar, Sanjarni siyosiy hayotini qo'lga olgandan keyin bizlar burada masalan Saljuqlarning davlat tashkiloti, Saljuqlarning saroy tashkiloti, Saljuqlarning urdu tashkiloti, Saljuqlarda iqtisodiy hayot, Saljuqlarda ilmiy, huquqiy, adliy hayot, Saljuqlarda ilm, irfon, san'at, diniy hayot, she'r, adabiyot, musiqiy, mana bularni ham men bu ham Timurlar bahsida, ham Saljuqlar bahsida muqoyisali bir shaklda qo'lga olganmanki, bir kishi o'qiganda nafaqat Saljuqlarni yoki Amir Temurni urush bilan hayoti o'tganini cho'tlasin, o'ylasin, balki bular ham urush qilgan, ham madaniyat qurgan, ham ilm, irfon qurgan, dunyoga me'moriy nima degan Saljuqiy me'morni qurganlar. Dunyoda Timuriy me'mor deganda Samarqand bizning ko'zimizga ko'rinadiki, bular ko'p muhimdir. O'shandagi ba'zi g'arbchi madaniyatchi tarixchilarki turklarni go'chaba hayot deydilar. Ya'ni ko'cha hayot bo'lgan. Bular madaniyatdan bilmaydi deganlarda biz aytamizki, Saljuqlarni Isfahondagi madrasalari, Saljuqlarni yine İran'daki madrasalari, Amir Temurni Samarqanddagi u katta me'morlari, bunga qaranglar, bu turklarning madaniyatidir. Turklar nafaqat urushgan, madaniyat ham qurib kelgan deb sizda aytganingizdek har ikki ham siyosiy tarix, ham madaniyat tarixini qo'lga olganmiz. Rahmat. Albatta men ham siz bilan qo'shilaman. Ularni faqat siyosiy rahbar sifatida emas, balki madaniyat, ilm va jamoaga ta'sir ko'rsatgan tarixiy shaxsiyatlar sifatida ham o'rgatmoq va tarixiy shaxsiyatlarni har tomonlama o'rganish baholi bichilmas bir qiymatdir. Aziz ko'ruvchilar, siz O'zbekcha Zamon yo'li dasturini jonli live Vatan radio televizioni orqali ko'rmoqdasizlar. Qila olasizlar, dasturimizni ijtimoiy tarmoqlar orqali nashr va o'rtoqlaringizga yuborsangizlar. Hurmatli ustod, akademik ishlaringiz jarayonida Turkiya ilmiy sistemi bilan Afg'oniston ilmiy an'ana arasida qanday farqlarni ko'rgansiz, aytib bersangiz. Ana endi qaraganimizda Afg'onistonda men o'qiganman, Afg'onistonda Darul Ulum, Abu Muslim Xurosoniy Faryobda o'qiganman. Endi biz Afg'onistondagi ilmiy metod va ilmiy qoida qurollarga qaraganimizda Afg'onistondagi qadimki bir usul, ya'ni qadim usuli, ya'ni an'anaviy bir usulga bog'liq bo'lib qolgan, dunyoga ochilmaganmiz. Bizlar o'sha sarf, nahv bilan bosh-boshga qolganmiz.
va yangi zamonaviy ilmlar, zamonaviy metodlardan uzoq qolganmiz. Faqat Turkiyaga qaraganda, Turkiyada ham bu qadimki gelenekçi veya an'anaviy usul bor. Bunun yonida yangi metodlar ham kelishgan. Ya'ni dunyoga qaraganda Turkiyada bir shariat, ilohiyot o'qiganda nafaqat bir ilmiy, ya'ni diniy ilmlar va buning yonida musbat ilmlarni ham o'rganib qoladi. O'shandaki siz o'zingiz o'qigansiz, ko'rgansiz. Biz Afg'onistondagi shariatda o'qiganda faqat ulum islomiy o'qiganmiz. Uni yanida hikmat va yo mantiq, falsafa bir narsa olganmiz. Faqat Turkiyaga kelganimizda uni oti o'zi o'zgargan. Nima bo'lgan? Ilohiyot bo'lgan. Ya'ni ilohiy ilmlar bo'lgan. Ya'ni bu falsafiy bir istiloh bo'lgan. Falsafiy bir istiloh bo'lgani uchun burga yetishayotgan inson faqatgina olim bo'lmaydi. Bu nima bo'ladi? Orif bo'ladi. Bu nima? Mutafakkir bo'ladi. O'sha uchun bir kishi arabchani o'rganganda olim bo'la oladi, faqat orif bo'la olmaydi. Orif bo'lmoq uchun yaxshi irfon sohibi bo'lish kerak. Undan sonra yaxshi mutafakkir bo'lish kerak. Biz faqatgina til, adabiyotni o'rganib, ya'ni hamma shumul ko'zimiz hamma yerda ko'rayotgan shaklda ilm ahli bo'la olmaymiz. Uning uchun Turkiyaga qaraganimizda, Turkiya ilohiyotda, qidiruvlarda, akademik tahqiqlarda biz dunyoviy, zamonaviy metodlarni ham qo'lga olib, ham o'rta chog'dagi, ham yangi chog'dagi, hem Turkistondagi, ham Avrupadagi ilmiy tahqiqlarni muqoyisali bir shaklga qo'lga olish imkonini ko'ramiz. Bu iki madaniyat va ikki davlat orasidagi ilmiy tahqiqlarning farqi deb sizga aniqlab berishim kerak. Bu shaklda taqdim etay. Rahmat doktor Seb. Albatta ki men o'zim ham Turkiyaga o'qiganimga qaraganimizga Turkiyada ilmiy tahqiqqa, nashr va akademik ma'yorlarga juda ko'p ahamiyatli faoliyatlarni yonida takomillashtirish imkoni ham beradi va turli ilm, maktab va an'analarni qiyoslash yosh tadqiqotchilar uchun ham ko'p foydali deb tushunaman. Hurmatli ustod, o'zbekcha she'r yozishga qachon va qanday boshladingiz? Tarixiy sifatdagi ilmiy yozish bilan she'r orasida bir yaqinlik, bog'lar nima narsalardi? Bu borada aytsangiz. Ana endi hurmatli ustodim, o'shandayki bilasiz, biz Turkiston xalqi 250 yildan beri tilimizni faqat she'r bilan o'rganganmiz. Bizni ustodimiz ham she'r, bizni puantunimiz ham she'r, lisamiz ham she'r, mutavassitamiz ham she'r, ibtidoiyimiz ham she'r. O'z tilimizda biz ta'lim, tarbiya olmaganmiz. Faqat tilimizni biz quloq bilan eshitib, shoirlarimizni kitobidan o'qib, tilimizni o'rganganmiz. Onun uchun biz bugun Alisher Navoiyga, Boborahim Mashrafga, Sufiy Alloyorga burchlimiz. Kendimiz o'zimizni ularga qarshi madyun his qilamizki, ularning she'ri bizlarning tilimiz bo'lgan, bizlarning adabiyotimiz bo'lgan. Masalan, biz qishloqda otam imom sifatida vazifa ijro qilganda kecha namozi yotsidan sonra yig'ilib qishloqdagi insonlar bilan Boborahim Mashrafning she'rini o'qiydilar. Va yig'ilishib Sufiy Alloyordan she'r o'qiydilar. Tilimizni biz o'rdan o'rganaylikki, bizlar ham turkmiz, bizlarning ham tariximiz bor, bizlarning ham madaniyatimiz bor, shoirlarimiz bor. Nima uchun maktablarga berilmaydi deb ko'p bola o'zimiz isyon qilmas edik. Ko'p bola sarkashlik qilmas edik, faqat buni aksiga nima qildik? Tilimizni o'rganish yo'lini axtarib turgan edikki, bu ham shoirlarimizdan, adabiyotchilarimizdan bo'ladi. Mana shu qayg'i, mana shu ichimdagi his ediki, men she'r o'qishga ko'p aloqaman bo'lganman. Faqat she'rni vazn, qofiya, radif bu narsalar haqida o'zimda ancha ham yetarli, kafi ko'rmayman. Yana ham shoir, adabiyotchi bo'lgan kishilarni yonida o'qib, she'rlarni o'qib, she'rga o'zimga bir yaqinlik ko'rganmanki, she'r meni hislarimda, tuyg'ularimda, she'r meni o'tmishga olib ketadi. She'r menga tarixni o'rgatadi. She'r menga adabiyotimda, tilimda, onamda, otamda muhabbatini o'rgatadi. O'sha uchun eng og'ir kunlarimda, eng qattiq kunlarimda bir she'r o'qib o'zimni xursand qilganman. Bir she'r yozib o'zimni ichimda faroh tutganman. Mana bu shaklda handasanda
o'zbek tilida va turk tilida, Turkiya turkchasida jumlalar, she'rlar, manzumlar hozirlaganman, hurmatli ustodim. Agar munosib ko'rsangiz, go'yo sonraki paytlarda hozirlagan she'rlarimdan ham o'qib taqdim qilaman. Albatta xursand bo'lamizki eshitaylik. Yoki men sizni ta'qib ham qilaman ijtimoiy tarmoqlardan va she'rlaringizni qayta eshitaman. O'sha she'r yozmoq ham, ilhom kelmoq ham esos va bilgi kerak ediki, sizga o'sha bilgi va o'sha esos bor. Tashakkurlar aniq bilginiz uchun. Ilmiy faoliyat bilan adabiyotni birga olib borishingiz faxrlanamiz siz bilan. Bu qulay ish emas. She'rlaringizda, hurmatli ustod, she'rlaringizda eng ko'p qaysi mavzularga uchrashamiz mumkin? G'urbatmi, tarix, kimlik, tasavvuf yoki shaxsiy xotiralaringizmi? Nima narsalar borlarga ko'proq she'r yozgansiz? Hani endi biz ko'p keyin qolgan mahrum bir millat bo'lganimiz uchun tilimizga hasrat qolganmiz, tariximizga hasrat qolganmiz. Xalqimiz, ulusimiz keyin qolgani uchun ko'proq shundoq tuyg'uli, ehsosli she'rlar o'qiyman men. O'zim bilan aloqali bo'lmagan, tariximiz bilan, o'tmishimiz bilan aloqali bo'lgan she'rlarni o'qiganman va o'sha paytda she'rlar qo'limga olganmanki, ancha ko'p emas, bir necha qitta she'r qo'lga olganman. Ko'proq demoq istadimki, tarixi she'r emas, ko'proq hammosiy she'r, tuyg'uli she'r, tariximizni, tilimizni, jo'grafiyamizni mazmuni bo'lgan she'rlarni olganman qo'lga. O'shandayki bir she'r o'zim qo'lga olganman. Buni hurmatli do'stlarimizdan Hoshim Hamdam janoblari tasdiq qilib o'tganlar, ko'zdan o'tkazganlarga ularga men hurmat bildiraman. Ushbu davron bizniki degan bir she'rim bor. Shuni sizlarga va ko'ruvchilarga taqdim qilaman. Albatta eshitaylik sizdan. Undan bizniki. Ushbu davron bizniki, izzat-u shon bizniki. Til, tarix, uyg'orlik u ilm u irfon bizniki. Ota ajdoddan nishon, Balx Samangon bizniki. Kabul u G'azna, Herot, G'ur, Badaxshon bizniki. Maymana, Kunduz, Taxor, barcha imkon bizniki. Ham kurash maydonida botir o'g'lon bizniki. Davlat xilofat qurgan botir o'g'lon bizniki. Bu muslim Firayg'uni anbor juzjon bizniki. Kasb-u san'at yo'lida bog'-u bog'bon bizniki. Eski tarix bir yuzi Burka Bomiyon bizniki. Bog' Murodbeklar, Tojbeklar berdi farmon bizniki. Shahraro yakka ulang, Qarg'a qo'rg'on bizniki. 4000 yillik tarixing 4 ta divon bizniki. 92 ta urug' Turk Turkmon bizniki. Oltoy, Orol, Idil, suv to'g'on bizniki. Oq dengiz, Qora dengiz, mulki Turon bizniki. Dehqon o'g'li dek o'qib, yozsa doston bizniki. Unda uyg'onir ulus, unda maydon bizniki. Rahmat. Kattakon rahmat. Haqiqatan alqishlayman sizni. Rahmat. O'sha tuyg'uni, o'sha esosni berasiz. Qonlaringizga sog'liq va ilhomlar doim kelib tursin. Rahmat. Shundan kelib o'qiyman. Ya'ni o'shandayki siz o'sha hisni olasiz. Hazrat Mavlono aytadiki, fihi mafida insonni qalbidan chiqqan so'z qalbga kiradi deydi. Albatta. Bir narsa ko'ngildan haqiqatan chiqarsa ko'ngilga kiradi. Bo'lmasa kirmaydi ko'ngilga. Uning uchun men o'qishga o'sha butun hissim bilan, aqlim bilan, fikrim bilan o'qimoqqa kuch qilaman, urinaman. Kattakon rahmat. Va hozir ko'rayotgan live'dan Habib janoblari va Roziq Kozimiy inog'amizga har doim bizlar bilan har barnomaga bizlar muxlislar bizdan
hamda Borizey janoblari va WhatsApp orqali ko'pcha mesajlar kelganki, Sabon yo'li dasturi muxlislaridan. Men faqat otlarni o'qib o'taman ijozangiz bilan. Iltimos. Doktor Said Firdavsjon Aziziy, Maryamjon Ziyoyi, Sulton janoblari, Malakjon, Chag'toyjon Soyi, O'ktoyjon, Oybegumjon, Oybalajon, Ulug'bekjon, Otilajon Soyi Ziyoyi, Bushrojon Ziyoyi, Said Yosarjon Ahmadiy katta rahmat deymiz. Sizga salom va hurmatlarni taqdim qilibdilar va she'r uchun ko'p tashakkurlar va yana bir she'r istaymiz debdilar. Albatta barnomani yana bir she'ringiz bilan qatnashamiz. Va barnomamiz asta-sekin o'z adog'iga yetib boradi. Ko'ruvchilarimizdan kelgan ko'pcha so'roqlar bor albatta. Barnomaning vaqti oz bo'lgani uchun ikkinchi bo'limini ham davom beraylik barnomani. Boshqa bir tarixga albatta. So'roqlarni so'rayman, undan keyin yana davom beramiz. Bugun bir ilm ahli va shoiri sifatida o'zingizni O'rta Osiyo va Turkiya ilmiy va adabiy munosabatlari ichida qayerda ko'rasiz debdilar. Ko'ruvchilardan so'roq. Birinchidan hurmatli ustodim, sizga hurmatim bor, ko'ruvchilarga ham ayni shaklda. Biz tarixchilar O'rta Osiyoni o'rniga Turkiston deb gapirishni yaxshi ko'ramiz ki, Turkiston bizning ulug' jo'grafiyamizdir. O'rta Osiyo bilasiz, siyosiy va ikkinchi dunyo harbidan so'ngra qo'lga olingan bir mavzu bo'lganini yaxshi bilasiniz. Biz Turkiston va Anadoluda o'zimni faqatgina tarixiga, o'tmishiga, jo'grafiyasiga oshiq bo'lgan bir kishi olarak ko'raman. O'zimni faqat bir tarixchi sifatida, bir ilm talabasi sifatida, bir adabiyot sevdolisi, bir adabiyotni muhibbi, tiliga, tarixiga, madaniyatiga bog'liq bo'lgan bir kishi shaklida qarayman. Inshaallohki bu ichimdagi tuyg'u samimiy til bilan keladi. O'shanda aytadilarki, qalb, til qalbning tarjimonidir. Qalbda nima chiqsa tilga o'sha tushadi. Meni qalbimda Turkistonim, tarixim, o'tmishim, madaniyatim bor. Mana shu Turkiston tarixi, Turkistonni siyosiy, ilmiy, madaniyati faoliyatlarini qo'lga olganman. Men o'shandaki sizga shuni ham aniqlashim kerakki, men Turkiston tarixini ilmiy bir sohada qo'lga olaman. Siyosiy sohadan ziyoda ilmiy bir şekilde tarixini uygulayman, o'tmishini urg'ulaymanki, tariximizni, o'tmishimizni bilganda kelajagimiz uchun yaxshi qadamlar olg'a olib bora olamiz deb o'ylayman. Rahmat. Muvaffaq bo'ling va kutamiz asaringizni ham yaqin paytda. Rahmat ustod. Turk dunyosining o'rtoq madaniy va ma'naviy qadrlarini yashatish nihoyatda arzishli va muhimdir. Qilgan faoliyatlaringiz bilan sizni olqishlaymiz. Hurmatli ustod, albatta barnomamizning birinchi bo'limi o'z adog'iga yetib bormoqda. Barnomaning ikkinchi bo'limini sizdan ko'p istaklar borki, ustoddan she'r istaymiz, savollari bor. Barnomaning ikkinchi bo'limini ham boshqa bir tarixda albattaki davom beramiz. Bilan inshaalloh. She'rlaringizdan birini eshitaylik. Yana ko'p she'r eshitibdilar. Undan oldin agar ko'ruvchilarga aytalayotgan so'zlaringiz bo'lsa eshitamiz. Keyin sizdan yana bir asarlardan, she'rlaringizdan eshitib, barnomamizni o'z adog'iga yetkazamiz. Rahmat, hurmatli ustodim. Men Afg'oniston bo'yicha va Afg'oniston turklari uchun o'zbek tilida 40 hadis hozirlab, 100 hadis hozirlab, ayni shaklda Jannatga ketgan yo'l degan bir kitobni ham o'zbekcha hozirlab Afg'onistonga eltib xalqimizni qo'liga taqsim qilganmiz, berganmiz. Turkiyadagi kitoblarimni birta sizlarga taqdim qilib o'tdim, tarixiy, ilmiy kitoblarimni. Men ko'proq Alisher Navoiyning she'rlariga ko'p oshiqman. Agar munosib ko'rsangiz, o'z she'rlarimdan ziyoda Alisher Navoiyning bir necha she'rini o'qib, so'zlarimni adog'iga erishtiraman. Albatta, buyuring, eshitamiz. Ko'rib dardim tarahhum qilmading hech. To'kib ashkim tabassum qilmading hech. Firoqing o'ti ichra necha yig'lab, fig'on chektim tarahhum qilmading hech. Jahonga ohu ashkim soldi oshub, bu to'fondan tavahhum qilmading hech.
musallam ishq ey ko'nglim senga kim, ko'rib zulming tazallum qilmading hech, navoiy sori ey davri muxolif, navo savting tarannum qilmading hech. Rahmat. Kattakon rahmat sizga va go'zal she'r edi. Qo'llaringiz daf ko'rmasin. Vaqt ajratib da'vatimizni qabul qilganingiz uchun minnatdorman. Katta rahmat deyman doktor So'yib. Men ham sizga, o'quvchilarga va programni yurituvchilariga, mudiriyat qilayotgan kishilarga hurmat taqdim qilaman. Rahmat. Aziz ko'ruvchilar, bu damgacha biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat deb kelasi dasturimizgacha xayr-omon qoldi. Xudoyor hurmatli ustoz.